Keling, o'shalardan bittasini eshitaylik endi. Albatta, inson hamisha nima deydi, o'zi tug'ilib o'sgan zamin, o'zi yashayotgan bir nima deydi, ma'lum bir joy haqida ta'rif berib yozmasa, undan ko'ngli shoir emasda, u ko'ngli ham to'lmaydi. Hamisha har qanday inson birinchi ijod boshlanishda yo ona haqida yozishni boshlaydi yoki bir sevgi, muhabbat va vatan haqida boshlaydi. Men vatan haqida ham ko'p holatda bir ommaviy axborotlarda o'qiganman, ona haqida ham. Keling, bugun mana shu biz tug'ilib o'sgan, ya'ni men hamisha bir minbarda ham turib faxrlanadigan bir zamin, bir Namangan viloyati, ya'ni mana shu Namanganda tug'ilganligim haqida bir she'r yozganman. Shundan faxrlanib, shuni o'qib eshittirsam. Namangandanman deb nomlangan she'r. Qay yurtda bo'lmayin hamisha har on, shu aziz vatanni jondan sevaman. Suvlari ziloldek tuprog'i bo'ston, vodiyni yuragi Namangandanman. Olmalari totli yangi qo'rg'onim, chust norin qop to'la qo'rg'onim, dunyoga mashhurdir aziz chortog'im. Vodiyni yuragi Namangandanman. Taraladi buyuklarning nafasi, jaranglaydi go'zal bulbul nidosi. Ko'rkam vodiy Allohimning mo'jizasi. Vodiyni yuragi Namangandanman. Ma'rifat mash'ali Isoxon ibrat, har yurtda qozongan e'tibor, hurmat, hech qachon qalbimda so'nmas muhabbat. Vodiyni yuragi Namangandanman. Vodiyni yuragi Namangandanman.